Akalamga bir yangilik qilib berganmiz. Tomosha qilishlar mumkin. Nima bu? Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Navbatdagi haftaga kirishimizga metan obstanovka qilib bo'ldik. Yangi haftaga kircha. Xo'sh, bunga qilingan ishlar. Akalamga bir yangilik qilib berganmiz. Tomosha qilishlar mumkin. Nima bu? Nima bu? Nima bu? 93 davlena. Gazni davlenasini elektronni ko'rsatib o'tiradigan akalar. Bu haftaga kirchamizga har bitta silindrga adrenalini tek ko'radigan qilib kabellarni joylashganiga e'tibor berasizlar akalar. Taqachalik qilib qo'yib berganmiz. Sanaydiganlari ham 4 ta bo'ladi akalar. Ikkita tar turlari bilan gaz datchiklari boshqachasida. Xo'sh, bunga 42 talik balon, pavok gazlar yaqlamaydigan qilib, pavoklarni ham boshqacha qilib berganmiz. Zapravishni bu tomonda ham lentalarni qalliga e'tibor beramiz. 8 taligi, mana bu yana bitta 2 taligi. Mana bu yana bitta 2 taligi akalar. Bu tomondagi oxirgi 2 taligi. Bu tomonga ham zapravishni qo'yilgan. Mana peredumlar akalar. Xudo xohlasa akamizga chiroyli xizmat qilib beradi. Mana akalar yonishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Yonishlari, ishlashlari sekin-sekin sochida beriladi akalar. Gazni datchigi nima deyapti? 93 davlena. Tochini ko'rsatgan lekin. Mana. Berayam shuni. 93 davlena gazi bo'lyapti. Bunga shunaqa sifatli xizmatda kerak bo'lsa, Buxoro viloyati Sho'g'irjon tumaniga kelaverasizlar. Ana bu yerda havo V5 olib qo'yganmiz ham bunga metan obstanovkaga. Yana bitta haftaga kelchamiz, bu ham metan obstanovka olib qo'yganmiz.